Assalomu alaykum aziz Kinoman obunachilari. Bugun sizlarga 2026-yilda chiqadigan eng kutilayotgan kino va multfilmlar haqida gapirib beraman. Bu filmlar allaqachon internetda shov-shuv qilmoqda. Qaysi biri kassani portlatadi, qaysi biri rekord o'rnatadi. Qani boshladik. Birinchi o'rinda Avengers Secret Wars. Marvel muxlislari eng ko'p kutayotgan loyiha aynan shu film. Bu safar ko'plab parallel olamlar birlashadi va eski qahramonlarni yana ko'rishimiz mumkin. Nega kutilmoqda? Marvel tarixidagi eng katta voqea bo'lishi mumkin. Ko'plab super qahramonlar bir filmda. Katta budjet va epik jang sahnalari. Agar siz Marvel muxlisi bo'lsangiz, bu filmni o'tkazib yubormaysiz. Ikkinchi o'rnimizda The Batman Part 2. Robert Pattinson ijrosidagi Batman yana qaytadi. Birinchi qismi qorong'u atmosfera va detektiv uslubi bilan muxlislarni hayratda qoldirgan edi. Bu safar nima kutilyapti? Yangi yovuz qahramon, yanada kuchliroq sujet, Gotham shahrining yanada qorong'u tomoni. Disney muxlislari uchun bu yilning eng katta premyeralaridan biri bo'ladi. 3-o'rinda O'yinchoqlar tarixi 5. Afsonaviy o'yinchoqlar yana qaytmoqda. Woody va Buzz Lightyear haqidagi hikoya davom etadi. Nega bu multfilm kutilmoqda? Bolalar xotiralari, oilaviy ko'rish uchun mos, har doimgidek kulgili va ta'sirli sahnalar. Bu film nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham juda qiziq bo'ladi. 4-o'rnimizda Frozen 3. Elsa va Anna sarguzashtlari davom etadi. Oldingi qismlar milliardlab dollarlar daromad keltirgan edi. Bu safar yangi qo'shiqlar, yangi sarguzasht, yangi sirlar. Multfilm muxlislari uchun 2026-yil juda qiziqarli yil bo'ladi. 5-o'rnimizda Qasoskorlar qiyomat kuni. Marvel multiversiya bosqichini boshlab yuborganidan keyin voqealar tobora murakkablashmoqda. Parallel olamlar, vaqt chiziqlari va turli versiyadagi qahramonlar bir-biri bilan to'qnash kelmoqda. Ko'pchilik bu filmni Avengers Endgame darajasidagi katta final deb kutmoqda. Ya'ni yana barcha qahramonlar birlashadigan ulkan jang. Asosiy yovuz kim bo'lishi mumkin? Muxlislar orasidagi eng mashhur taxmin bu safar asosiy xavf Doktor Doom bo'lishi mumkin. Doktor Doom Marvel komikslaridagi eng aqlli va eng xavfli yovuzlardan biri hisoblanadi. U nafaqat ilmiy daho, balki sehrli kuchlari bilan ham xavf tug'diradi. Agar u filmda paydo bo'lsa, bu Marvel tarixidagi eng kuchli yovuzlardan biri bo'ladi. Multiversiya halokati. Qiyomat kuni degan nomning o'zi ham nimadir anglatadi. Ehtimol parallel olamlar bir-biriga urilib, butun koinot xavf ostida qoladi. Shunga o'xshash voqeani biz Avengers Infinity War filmida ko'rganmiz. Lekin bu safar xavf yanada katta bo'lishi mumkin. Qaysi qahramonlar qaytishi mumkin? Muxlislar orzusi eski qahramonlarni yana ko'rish. Temir odam boshqa olamdan, Kapitan Amerika boshqa versiyada, O'rgimchak odamlarning birlashuvi. O'rgimchak odam multiversiya sabab turli versiyalarda chiqishi mumkin. Agar bu amalga oshsa, kino tarixidagi eng katta fan servis bo'ladi. Oxirgi o'rnimizda Spider-Man Beyond the Spider-Verse, ya'ni O'rgimchak odam olamlar aro animatsion olamdagi eng kuchli super qahramon filmlardan biri qaytmoqda. Grafikasi va syujeti bilan oldingi qism rekordlar o'rnatgan edi. Bu safar yanada katta multiversiya va yanada epik janglar kutilyapti. Mana shu edi 2026-yilda eng ko'p kutilayotgan kino va multfilmlar. Siz qaysi birini eng ko'p kutyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va Kinoman kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda yana eng zo'r kino tavsiyalari bilan qaytamiz.